Robiya operatsiya xonasiga olib kirilishiga tayyorgarlik boshlanishi bilan butun uyga yuraklarni larzaga soladigan dahshatli sukunat cho'kdi. Lekin asl fojia hali oldinda edi, chunki yana bir xavfli sir ochilish arafasida turibdi. Keyingi qismda Komil butun tun shifoxonada xavotir bilan qolishi, Robiya esa qayta umr bo'yi ko'r bo'lib qolishidan qo'rqishini ko'rasiz. Boshqa tomondan Xohimjonning onasi Jamilani uydan chiqarib yuborish uchun yangi reja tuzadi. Shunda o'g'lining ikkinchi nikohiga yo'l ochiladi. Ammo aynan shu paytda Jamila hammaning haqiqatini o'zgartirib yuboradigan muhim bir dalilni topib oladi. Shu bilan birga Marjonaning kutilmagan qaytishi uy ichida yangi bo'ronni boshlab beradi. Eng katta savol esa shuki, Robiya operatsiyadan keyin yana ko'ra oladimi yoki bu oila yanada og'ir sinovga duch keladimi? Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchasini ham yoqib qo'ying. Barcha taxminlar faqat shaxsiy fikrimizga asoslangan bo'lib, asl voqealar bundan farq qilishi mumkin.